Mening dualtim. Voy tangrim, bu zodi nima ish? Ümidimiz sende qoldi. Voy tova, barcha qizada nima bo'ldi? Padişahları! Padişahları! Roland? Nadişah, yo'q, borma. O ulug' o'tning ichida qapsilib qoldi. Yo'q, Roland. O xislat tash bizning birdan-bir umidimiz. Padişahları, butun mamlakat hozir o't dengizga aylandi. Biz sizni bexatar joyga olib qo'yaylik. Sen nada? Sen nada? Sen zodi nada? Sening bir aeroplan yasab chiqqing bormi, Agram? Sening tash avtomobiling mening qontimga yetmaydi. Sen arqamdan to'piysanmi bo'ldi? Agram, sen meni qalbimga ko'z qizartyapsan, ha? Kim sizlarning biringlarni yengdi deydi? Ansirmanglar shahzodalar, men sizlarni saqlayman. Oy, shahzoda, men degan go'rmo hukmronchi bu. Sen shoxlab ketgan chotqol tursan, daraxt qushqa nadi bu, ha? Amiz tash uchalamdikan. Bu yerda faqat birla arish hukmroni bor. Sizlarga uchishda mening oldim o'tadigan odamning yo'qligini bir ko'rsatib qo'yay, ha? Ovayla tasran. Texmen avaylamdim. O'zingni bil. Diqqat qilinglar. Yaxshi qilding, Agram. Hammamiz shallandik. Hammamiz emas. Mazmun dastlab qalbi qilmay qo'ymaymiz. Belki ko'ngillik bo'ldi. Yana bir qetib kelamdik. Asli men yangatdim. Hammasi Agramning ishi. Qalbida fursat emas, sabrchanlik bilan qat'iylik muhim. Deganim to'g'rimi, Agram, ha? Ferno. Oxirgi pallani nima qilib qo'yding? Oxirgi palla? Nima deyapsan? O o'ldi. Bu tarafdagi daraxtlar emas. Qaranglar. Ha? Qaranglar, danishmand degandeklar. Tabiatning tamponi buzilibdi. Biz buni kimning qilganligini bilamiz. To'g'ri, makr. Sening tabiat dunyoringda balki masal chiqdi, lekin ba'zi arish hukmroniga nisbatan havo yanada shunday saf. Nima ish qilib yuriysan, Ferno? Javobini bilging bormi? Tez qara. Sen nada? Xato anglab qolmagandim men tasran. U tash so'zlayaptimdi nima? Amiz bu so'zlaydigan xislatga tashqari so'rab baq. Bu ovoz, bu Xanata? Sen qayerda? Sen qayerda? Bu kim? Dadangmi? Bu gap qiladigan tashkan shu. O asli bu sening dadangning ovozimi demoqchisi? Shundoq. Sen zada nima qilgandan? Dadangning qattiq ochiq kelgandek turdi-ku. Uni nima deb buncha ochiqlatsan? Anglamoqqa uning buncha ochiq kelganda qilmaydi. Balki bakli qo'rqotgandek qiladi. Xanata Nadisha asalda qo'rqib boqqan emas, lekin bu tash faqat xatarlik paytlarda ishlatildi. U nima deydi? Hey, qara. Ular bizni deb emas, xislatli toshni bulg'ili kelgan. Undaqda ular bizning fikrimizni anglab baqsin. Arish kuchini ko'rsat. Zaman kuchingni ko'rsat.
Dengiz kuchingni ko'rsat. Hoy! Ay. O'rmon kuchingni ko'rsat. Xonatamni nima qilganinglarni bilmadim, lekin sen ablahlar qarshi elishing kerak. Zarbadar qanot. Pushtum tot zarba qilishni qandoq bo'ldig'ini bir ko'zda qo'ymasam. Qarag'anda bu ablahning beshi qizib qopti. Menimcha biz ularni bir jimiqtirib qo'ysak bo'g'adak. Milli chiqamdiq. To'g'ri topdi. Alohida daz. Hoy! Hoy! Ha, bekle qaltis bo'ldi. Nəhayət yaxşı həmkarlıq bo'ldi Fenno. Biz kelar qaytim Jazman. Qisqa yig'in ichib o'tamsizlar ko'pchilik. Qissatlikda tushib kelgan Aoyol mening oilam. Erish podshohligimiz o'tdingizda qapti. Tezroq qo'sh olam kemisi, tezroq. Dadaning omon eson bo'lishini tilayman, Rokas. Agar bir kelishmaslik bo'lib qolsa, biz Makrni izlab berib qisas olamiz. Xon otang uchun Makrdan qisos ilishni qo'llayman. Xon otam qissatlikda sharqliq meni izladi, sen emas. Hech qis yo'q, biz senga yordam beramiz. Agar xon otam rostla bir kelishmaslik uchrab qolsa, Makr yordamga muhtoj bo'lg'uchi bo'lib qoladi. Chiqib turibli bizga ochiqlansan, ha? O'zingni tutib ol, Agram. O bu maqsad edimidi? O'zingni erkin qo'yvat. Men o'g'il bo'ldimmi? Men asli uning yanında bo'lishim kerak edi. Podshohligimizni qo'g'dishim kerakdi. Sening xatoliging emas, faqat qila oladiganing kurashga tayyorlanish. Allaqachon tayyorlanib bo'ldik. Jangni boshlaylik. Agar Erish podshohlik xatarda qolgan bo'lsa, Jazman Makr yana bir lovuch o'g'ini ishlatgan gap. Undaqda dal shu cho'q havoning kuyishini keltirib chiqadi. Bu havo emas, mening yurtim. Olam kemisi bir kuchuqsiga yaqinlashdi. Rokas, sening o'rdan. Bir kuchuqsi yana shundoq mazmun turibdi. Ahvol farzimdagidan ko'p yaxshi. Ko'pchilik yetib olinglar. O zambirak o'qlarini bir taraf qilaylik. To'g'ri, biz bu hamoqat lava maxluqlarni portlatib bitaylik. Men ularni osmonda portlatib bitay. Bo'ladi. Mudofiada turishga bo'lmaydi. Yurtimni qalaymiqa bombardima qilishga bo'lmaydi. To'g'ri, kechirgin. Ha, nishonga tegdi. Ha, uni men otdim. Undaq emas, etilgan pulingga qarmamsan. Aniqli mening uslubim. Alloh tortishinglarni buzg'im yo'q, lekin sirt qaranglar. Ha. Soati nima ish bo'ldi? Olam kemisi tuzligicha ilmiy garbetlari bardashlik bermayotdi. Chiqib tutinglar. Men majburiy qo'nish qo'yish. Bo'libmi amal yo'q qo'nib kelishdan bezor. Sizlarni qutuldirib olaman. Rokas tez, Ferno bilan tasranni tutib ol. Ammo sen qada qilsan? Menga hech bo'lmaydi. Taqdasiz toshdi. Bu qatim Jazman qaltis. Bardashlik beringlar. Orada
Men texi erish karmitlarning hammasini jachimikin debdiman. Men intayin batur, lekin biz o'tdan qo'rqamiz. Bu bizning tabiatimiz. Nimalar bo'lmasa ularga yordam berishimiz kerak, Agram. Har ehtimolga qarshi biz murda ko'zoynimizni ishga solaylik. O'tirliqqa qo'shirab qolsak, har qancha chiqsaqmi qutlamaymiz. Murtla ko'zoyniki. Biz bu rayonni kuzatib boqaylik. Tosh avtomobil. Sirmanlar, men sizlarni og'il keldim. Rahmat Akram. Hech qis yo'q. Yardımım kerakmi tangdaysiz Akram? O'zim taqobil tura olayman. Sizlar o'kisni boshlab berib, o'tni kontrol qilinglar. Menga hech bo'lmaydi. Onda qisaq bo'lmaydi. Ilishadigan vaqtda men qarab turmayman. Mening bir amalim bor Rokas, lekin sen meni ustiga ep chiqib qo'yishing kerak. Bizning tomosha qiladigan vaqtimiz qolmadi, Firno. Atrofda cho'qin bir o't cho'qi bor. Shu barliq kishilarning ahvolini kontrol qilib olgan gap. Cho'q his tuyg'uni kontrol qiladi. Aqldan adash qizmaydi. U bakli vahshiy. Makrimi shundoq batur qo'rqmas garometlar bilan kontrol qilib oldi. Bo'pti. Mening bu davomli yaxshiq bo'lib kamidi. Tangdaysiz to'qmoq. Ay! Tosh bozg'on. Ay! Biz o'chog'ini tepishimiz kerak. Avval bu o'tni o'chirib o'taylik. Men tutib oldim. Shundaqmi? Balki men sening suv boshlash kiramtiga bakrak ko'ngil bo'laman. Shundala mening yurtimni qutqizib qola olamiz emasmi? Avval lavaning kontrolini bir taraf qilib yetib, ondan o't o'chiraylik. Bizni boshlab kel Rokas. Mazmut urush. Kurashchi aeroplan. Ko'pchilik, biz ko'p ketadigan bo'ldik. Bo'lmasa birlikda hujum qilib boqaylik. Qanday deysizlar? Bo'ladi. Birlash vujud. Kelar qitim askar tib qo'yay. G'alaba qildim. Men devletimni qutqizib qola oldim. Biz sening devletingni qutqizdik. Yana shundaqla o't apsini yo'qotdik. Lava yana ularning asosini kontrol Hech qilib o'tdi. bo'lmasa, podshohligimiz saq qoldi. Vah! Bekbeyzgan. Ko'p rahmat. O'l bo'lib ketmadingmi, Tasran? Shundaq, lekin o'rmon garmiti suvga amroq. Sizlar ko'ngillik o'ynavringlar. Men berib, xonatamni topay. Rokas, to'xta. Xonatang teksirastili mo'yim, lekin biz plan tuzib olaylik. Mening yana ishim bor. Avval qatam biz sizlar bilan savdosh qilib kelgan, lekin bu qatam yo'qot qilib keldik. Agar bizni yo'qotmoqchi bo'lsam, senga yordamlashayamsa, tosh zambirak. Toshlarimning ta'mini tetib beqish lava maxluqlari. Biz endi bir parangiz boqaylik. Sen qilmay, lava cho'qin tepishimiz kerak. Tasran esingda bo'lsin. Mazmut dasab, mazmut urush. Ajit yo'q, rahmat. Tangdaysiz to'qmoq. Ay! Rokas o'tinib qolay, gapimni angla. Bu tajovuzlarni bir taraf qilishdagi eng yaxshi usul masalaning manbasini tepish. Agar biror sening yurtingni tajovuz qilsa, sen ularni hejisdan qo'dayman. Payshamshir!
Aldiraqsanlar qilsa mag'lub bo'ladigan gap. Mening to'g'riligini bilaman. Men unga mazmut tasab, mazmut urush qildilar, yengil bo'lganligini bildirib qo'yaman. Fernoga nima bo'ldi? Ay! Yana qaysing bor, kelishaq qani. Grasxonish, siz bilan qanday aloqalashishni bilmadim. Lekin men lava cho'g'ini tepish uchun birning menga yordam berishiga muhtoj. Uruksning pullarining his-tuyg'usini ko'tarib qilib oldi. Angladingizmi? Anladım. Sen nimani izdima, faqat boshqa narsani topa olaysan. To'lqin shumtak. Masalan, men Ferno yo'qolib ketdi. U qochqan o'xshaydi. O davomli yaxshiroq maslahat ish qilayli deydi. Lekin muhim vaqtida o'z yo'q. Hay! Sening bu yeshingga mana bu yaraq eng yaxshi, ham bexatarroq. Seni urib qiymichimi qilvatmasam, u qaq kelmaydigan chuprandi biliq. Sen dengiz taomlariga aylanib tushlik tomoq ustiliga chiqsan. Hay! Dengiz taomlariga o'zingning bakrak mos keldiganligini his qilmadingmi? Sening sog'lomlik qarashingmi yo'q ekan? Menda nima yo'q ekan? Ferno hukmron tushlik uyquda o'xshaydi. Arish podshohlik tugishida, xuddi dengiz podshohlikdek. Akangmi menga qarshi chiqib boqmagan emas. Meni qo'yvat, Qur'on. Erkin tot qo'ymingizlik maxluq. Kopshivami? Odatda aynak qarab boqmaysan, shundaqmi? Sening bu sur'atingda bu jang xeyli uzoq bordiga o'xshaydi. Sur'atim, ha? Sen shunday o'ylabsan-da. Sen shuni deb qo'yay. Men tez hujum qilishga oldirmayman. Mening o'ylig'im boshqacha. Mana endi bo'ldi. Agar lava cho'g'i atrofli bo'lib qolsa, bu tajovuzlar faqatli bir boshilnish. Emas biz uning mushiyatligini tilamdoq. Mening faqat pay muskullarimni yana bir harakatlantirgim keldi. Jim tur. Ben sana jim tur dedim. Toza bir to'yg'izib qo'yayli. Sen ablaqla podshohligimga qilganlaring uchun badal to'laysan. Sen buningdan ansirmagan Ferno. Buni biz bir taraf qila olamiz. Grasxonish, men lava cho'g'ini topay deb qoldimmi? Javob bera olsangiz menga deb. Shundoq, sen izlagan narsa bu davlatning markazida. Ko'p rahmat Grasxonish. Ferno hukmron, Ferno. Ne bo'ldi? Mazmut dasab, mazmut urush qilish. Buni unutma, Ferno. Bugun Pitkul Germoning oxirgi kuni hisoblanadi. Bilishdingmi? Hay! Tosron. Hay! Oldin qitimqidan ilgilishing tez bo'pti, lekin yana yetmaysan. Sen qandaqlash mening podshohligimga hujum qilding? Arish garmati bakli maqtanchoq. Amaliyotda bir peshvog'im yarashmaysan. Xonatamni nima qilding? Sening xon otang Nodisha, oranglarga eng ojizi. U qayerda? Xonatam zoti qayerda? Endi keldingmi o'g'lim? Men seni kelmasmikin debdiman o'g'lim. Men sizga yordam qilay.
O bir nimalar bizni qo'rqitamidi? Men sizning o'g'lingiz emas, lekin men sizga yordam qila olaman. Senmi Giyermo hukmronimi? Lekin sen mening Roks o'g'lim emas. Hayotingga tavakkul qilib bizga yordam bergili kelibsan. Kishining qoyilligini qo'zg'aydi. Bu zulmat davrida biz mushunda qahramonga muhtoj. Roks mening do'stim. Bizning ish qilish usulimiz o'xshamaydi, biroq nishonimiz o'xshaydi. Puhralaringizni qutqizib oling. Rahmat sana yosh hukmron. Mening holim toz yaxshi emas. Xuddi hozirla g'arq uyquga ketadigandekla. Makr bu cho'g'ni hamma davlatga apadi. Giyermo hukmronlari barliq garmitlarni Makrning afsundan qutuldirdi. Tezman o'g'lim, tezman. Askarlar uni tutinglar. Anguni bo'ysundirguningga rahmat. Shunga men va Tasran hayot To'limi xursandman. Sizlarga ko'p rahmat. Menga uni yengib berdinglar. Har qachon xizmatingga tayyorman, Roks. Endi lava cho'g'ini topayli. Yana xonatami bor? Ishni bitirib bo'ldim. Hech bo'lmasa azroq bo'lsin. Lava cho'g'ini topdingmi? Mazmut dastlab urushish haqiqiy vazifani tamomlashimga fursat yaratdi. Lekin men sabr yo'q bu do'stlarimdan xursandman. Bizning hayotlik yo'limizni echishga mas'ul bo'ldinglar. Chunki og'aylar, biz tezda uni ishlata olamiz. Nim demakchisan, Ferno? O mening xonatam. Ularni qochirib qo'ymayli. Yo'q, hozircha fursat emas. Lava cho'g'i ularning asosini kontrol qilib olgan. Biz o'zimizni rusli bilib, eng yaxshi omon tep chiqib, butkul Giyermoga yordam qilishimiz kerak. Bunda bevosita atlasak bo'lmaydi. Roks, menga ishonamsan? Ishonaman. Boshlayli, avval to'pa. O'rmon. Suv. Havo. Mazmut dasab, mazmut urush shundaqmi, Ferno?